Standart nomer deng. Alaykum. Yaxshimisiz aka? Keldi akajon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Treykerlar bilan oyoq kiyimlar tarqatiraysizlar bu odamlar yangilar boshim bozorlarga keladigan vaqt bilan. Ha, kelamiz asr akajon. Ustuna do'kon haqida eshitganmisiz? Standart do'koni Globus Tursiya joylashgan. Ochilishiga o'zimiz qarshi hokimlar ochib berdi. Tashabbuslarni biz o'zimizdan ko'rdik, ummonlar borgan, taassurotlar bomba. O'shagina men o'zim oyoq kiyim oldim, lekin chidab maza qilib kiyib yurmadik. Ana bir oyoq kiyim bo'shamaydi. Sen odatiy mijoz ekansiz. Shunaqa, lekin har doim kuzatib boramiz. Xohlasangiz obunani ham ko'rsatish. Akajon. Keyin sotuvchisi yo'q do'konimiz shuni bilarmisiz? Shunday tipga chiqdim, shimlar bilan oyoq kiyimga. Mana qolgan do'konlar uni oling, buni oling deb ko'rsatishardik. Undan ham yo'q ekan. Misol mana o'zimga kerakli qirich razmer topa olmasam, kursda shu tomonlama yordam bo'lagan. Lekin imini shuni oling, shu mahsulotni oling deb tishmaygan. Zo'r ekan. 6 oy kafolat ham maza qildim. Qarshi bo'yicha unday narsa yo'q. Zo'r, nomer deng, standart nomer deng. Akajon. Sog' bo'ling. Xarsang.